Hammaga salom, OnSite.uz video blogida futbol yangiliklari, La Liga va Bundesliga bahslari tez orada davom ettiriladigan bo'ldi. Son Heung-minni armiyada nimalar kutmoqda? Ronaldoning Realga qaytishi haqida, Holland Cristiano boshlagan challenjda qatnashdi. Shu va boshqa xabarlar bilan OnSite'ning ushbu dasturida tanishishingiz mumkin. Videomiz yoqsa like bosishni unutmang, biz boshladik. Braziliya terma jamoasi sobiq a'zosi Ronaldinho 32 kunlik qamoqdan so'ng Paragvaydagi qamoqxonadan chiqdi. Bundesliga bahslari tez orada start olishi mumkin, lekin bahslar bo'sh stadionlarda o'tkaziladi. Rasmiy xabar: Bavariya Müller bilan shartnomasini 2023-yilgacha uzaytirdi. Milan David Silva bo'yicha muzokaralarni allaqachon boshlab yuborgan. Ispaniyalik yaqin transferlar oynasida Italiyaga ko'chib o'tish mumkin deb xabar beradi Calcio Mercato. Barcelona Coutinho uchun 90 million yevro xohlamoqda deb xabar beradi Sport.es. Angliya nashrlarining yozishicha, Arsenal Lyonning yosh futbolchisi Ussem Aouga qiziq qolgan. City va Liverpool ham ushbu futbolchini anchadan buyon kuzatib borishmoqda. Milan Lucas Torreira uchun 35 million funt berishga tayyor deb xabar beradi Corriere dello Sport. Cadena Serning yozishicha, mavsum yakunlansa Real a'zolarining maoshi 12% ga, yakunlanmasa 20% ga qisqartiriladi. The Score versiyasiga ko'ra, mana APLning Messi La Liganing, Di Maria Liga 1ning, Ilicic esa A Seriyaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 19-iyundan Gollandiya chempionati bahslari davom ettirilishi mumkin deb xabar beradi Football International. Corriere dello Sportning ma'lumot berishicha, PSG Icardini Interdan to'laqonlicha sotib olishi mumkin. 29-maydan La Liga bahslari qayta start olishi mumkin, lekin Ispaniyada ham o'yinlar muxlislarsiz o'tkazilishi rejalashtirilgan. Marca ma'lumotlariga qaraganda, Barsa Milan himoyachisi Teo Hernandezga qiziqish bildirmoqda. Janubiy Koreyaning dengiz piyoda qo'shinlari vakili Tottenham forvardi Son Heung-min 4 haftalik harbiy mashg'ulotda nima bilan mashg'ul bo'lishini oshkor qildi. Armiyaga kelgandan keyin miltiqdan o'q otasiz, ko'zdan yosh keltiruvchi gazdan nafas olasiz, yerni aylangan va sudralgan holda, ya'ni ko'rgazmayli janglarda qatnashasiz. Marsh yo'lida esa yangi kelganlar 40 kg yukni olib yurishlari lozim. Ammo o'quv dasturiga qarab, ekipirovkalarni yengillashtirish mumkin, deya harbiyning so'zlarini keltiradi Reuters. Madridning Real klubi Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldoni ortga qaytarish niyatida emas. Avvalroq Corriere dello Sport nashri 35 yoshli portugaliyalik hujumchi o'zi 2009-2018-yillarda to'p tepgan qirollik klubi safiga qaytishi mumkinligini inkor qilmasligi borasida ma'lum qilgandi. Bu vaziyatni o'rganib chiqqan Mundo Deportivo ijodkorlari Ronaldo Real rahbariyatini umuman qiziqtirmasligi, klubning bugungi strategiyasi yosh hujumchi bilan shartnoma imzolashdan iborat ekanini xabar qildi. Holland Ronaldo boshlab bergan challenjda qatnashdi. Challenge shartlariga ko'ra 45 soniya davomida maxsus press mashqini ko'proq takrorlash kerak. Holland ushbu vaqt mobaynida 124 marta mashqni takrorladi. Do'stlar, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi yangiligimiz edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi OnSite.uz sahifalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.